Akalar, Magikarp 903 da avalanka funksiyasini yoqishni ko'rsatib o'tamiz. Ko'pchilik akalar so'rashdi, mana bunda yonmaydi hozir. Mana yoqishni o'rgatamiz. Zo'r funksiya ekan. Xo'p. Bir bilan ikkinchi knopkani 2 sekund bosib turamiz. 1. Signal bergandan keyin 4-knopkani 2 marta bosamiz. 2 marta bosganimizdan keyin signal beradi. 2 marta kutamiz. Xo'p, ikkita signal berdi. Endi ikkinchi knopkani bitta bosib qo'yib olamiz. Eshigimiz yopiq hozir. Mana akalar, hozir eshikni ochamiz. Mana. Ishladi. Endi buni o'chirish uchun birinchi bilan ikkinchi knopkani qaytarib bosib turamiz. Bosib turganimizga 4-knopkani 2 marta bosamiz. 1 2. 2 marta bosganimizda ikkita signal beradi. Ikkita signal beradi. Endi birinchi knopkani bitta bosib qo'yib olamiz. Bo'ldi akalar, o'chdi mana bu hozir. Eshikni ochamiz. Bo'ldi, mana ochiq. Yonmaydi. Akalar, sog' bo'lasizlar.